Abdulla Qodiriy barchaga ma'lum shoir, yozuvchi va dramaturg. O'zbek adabiyotida roman janri asoschisi. Qodiriyning asarlari o'zbek xalqi hayotiga bag'ishlangan. Abdulla Qodiriy 1894-yil Toshkentda savdogar oilasida tug'ilgan. Yoshlik va o'smirlik yillaridagi muhit savdogarlar, boylar va kambag'allar, iqtidorli hunarmandlar, doim muhtojlikda kun kechiruvchi kosiblar va yersiz dehqonlardan iborat bo'lgan. Ushbu mehnatkash odamlar dunyosi, shuningdek shahar ziyolilari bo'lajak yozuvchi shakllanishida muhim o'rin tutgan. Abdulla Qodiriy avvaliga musulmon maktabida, keyin rus tuzem maktabida o'qib muvaffaqiyatli yakunlaydi. 1912-yilga kelib Abdulla Qodiriy birinchi adabiy tajribalarini boshlaydi. Uning ilk nashr etgan asarlarida Xotinboz va Baxtsiz kuyov hikoyalarida esa o'zbek turmushining chizgilari hajviyona ifodalangan. 1917-yillar Abdulla Qodiriy Abul Qosim madrasasida arab va fors tillarini astoydil o'rganadi. Yozuvchining inqilobdan avvalgi asarlarida jadidchilik ta'siri sezilib turadi. Abdulla Qodiriy 1924-1925 Moskvada o'qiydi. So'ngra Toshkentda Mushtum Hajviy jurnalida ishlaydi. U yerda katta muvaffaqiyatga sazovor bo'lgan ijodkorning hajviy hikoyalari va felyetonlari chop etiladi. Qodiriyning roman va qissalari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, shuningdek jamoaviy ijodi Obidketmon qissasi 19-asrda toshkentlik va qo'qonlik o'zbeklar hayotiga bag'ishlangan. O'tgan kunlar romani katta shuhrat qozongan. Barcha ziyolilar ushbu kitobni o'qishga intilgan va hatto savodsiz kishilar ham uni tinglash uchun guruh bo'lib to'planishgan. Ko'plab o'zbek oilalarida romanning Otavik va Kumush qahramonlari ismlari paydo bo'la boshlagan. 1937-yilning 31-dekabrida xalq dushmani sifatida hibsga olingan. 1938-yilning 4-oktyabr kuni yozuvchi otib o'ldirilgan. Смешно. Ты что, решил остаться в веках великим писателем, написавшим выдающиеся произведения? Ты посмотри на себя. Посмотри, как ты ничтожен и жалок перед лицом смерти. O'lim haq. Men hech qachon o'lmas adiblikka intilmaganman. Illo o'zbek siyosi o'lmagay. А я считал тебя реалистом. Ну что за пафос? Ты хоть сам веришь в то, что говоришь? Biz biladurmizki, millatni eng og'ir kunlarda ham kitob, adabiyot bo'lmagay. Adabiyot abadiyat demakdir. Bizni o'qir bitta bo'lsin. O'quvchi bor ekan. Biz o'lmagaymiz.